Saboq berdi, dars berdi. Donishmand tu dahoga. Umri bitim nihoyat ketdi dorul baqoga. Tumonot haq shogirdlar borar qabriston tomon. So'nggi yo'lga kuzatdi muallimni olomon. Yo'l yurdi xo'p uzoq. Ko'rinmasdi zohiri. Sirot ko'prigi sari keldi ustoz oxiri. Bilardi shu yerda azmu ajr naqligin. Gunohkorning ko'prikdan yiqilmog'i naqligin. Balki domla fanoda g'ofilroq banda. Ehtimol dars chog'lari namoz ekanda bo'ldi. Ortilib bera olmagan zakot fidya munosib yashab o'tdi bir umr. Haj umra bermasa. Kimnidir koyigandir ilm urfon bor. Qancha gunoh borligini bilmasdi hisobida. Qiyomatda so'roqda bilmam qandoq so'z oladi. Maktab ilmi deb ba'zan qazo bo'lgan bo'lsalar. Og'ir o'yga sho'ndi u Botg'amning yoshiga. Nahotki yetolmasa qil ko'prikning boshiga. Oldinda esa o'sha ikki dunyo aroq qilichdan ham chiroq, qildan ham ingichroq. Vahm solardi g'oyat, tubsiz sharlik haybati. Yetib keldi nihoyat muallimning navbati. Ko'zlarini yumdi ustoz, bosiq xayol surmaydi. Qil ko'prik ostidagi jahannamni ko'rmaydi. So'zg'igan xayollarim jig'di bemajol xasta. Qo'rquvdan chekib bozor ko'zlarini ochdi asta. Bilmadi qancha vaqtin xayollarga yo'rg'atdi. Ne ko'z bilan ko'rsaki sirot yo'li tugabdi. Jannatning ostonasi ko'ringani haqiqat. Qil ko'prikda yo'l yurdi. Rosa 45 daqiqa. Nahot yetdim bekishga taqdirim qutlug' ekan. Demak, foniy dunyoda gunohlarim yo'q ekan. Shu qarshi alodan kimdir vahiy dedi. Ey muallim, aslida gunohlaring ko'p. Qil ko'prikdan o'tmoqqa senga tole yor ekan. Ta'limingni olgan ko'p shogirdlaring bor ekan. Sirot ko'prigi uzra birga o'tishdilar. Har bir gunohing uchun yerga tutishdilar. Hayratdan qotdi ustoz toying kulgan. Allohga ming ham aytdi muallim bo'lgancha. Qissadan qissa shuki, haq kalami keng ekan. Muallimning har darsi ibodatga teng ekan.